Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz ko'pchiligimiz yaxshi ko'radigan, ko'p iste'mol qiladigan sitrus meva haqida so'zlashamiz. Limon. Bu eng keng ommalashgan sitrus mevalardan biri sanaladi. Bu mevani choyga ham, taomlarga ham, pishiriqlarga ham qo'shib ishlatamiz. Ammo limonning fazilatlari faqatgina hidi va yorqin ta'mi bilan tugamaydi. Buni albatta bilamiz. Uni ko'pchilik C vitaminiga boy deb hisoblaydi. Limon suvi esa yoshlik va go'zallikni saqlab qolishga yordam beradi deyishadi. Boshqa sitrus mevalar singari limon ham sog'liq uchun foydali albatta. Unda yog' va oqsil deyarli yo'q. Asosan uglevodlar va suvdan tashkil topgan. Limonda kaloriya kam. Shuning uchun limon suvi yoki limonli shakarsiz choy qomat uchun xavfsiz sanaladi. Limon vitaminlar va boshqa foydali moddalar manbai bo'lib, ular orasida ayniqsa kletchatka, shuningdek askorbin kislotasi ko'pdir. Limon tarkibida kaliy ko'p bo'lgani bois yurak, qon tomir tizimiga foydali hisoblanadi. Limon asab tizimi, moddalar almashinuvi, teri va sochlar uchun muhim bo'lgan B guruhi vitaminlariga boy sanaladi. Limon ko'pincha buyrak kasalliklari bo'lgan odamlarga tavsiya qilinadi. Limon tarkibidagi flavonoidlari qon tomir devorlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va ateroskleroz xavfini kamaytiradi. Limon vitaminlar va boshqa foydali moddalarga boy bo'lsa-da, ular juda ko'p miqdorda bo'lmaydi. Shuning uchun ertalab limonli suv ichish C yoki B vitaminlariga bo'lgan kunlik ehtiyojni qondirmaydi. Bundan tashqari qimmatli mikroelementlarning katta qismi limon po'stlog'ida, ayniqsa uning oq qismida mavjud sanaladi. Odatda faqat limon etidagi emas, limon po'stlog'idagi vitaminlar miqdori ham hisobga olinadi. Mutaxassislarning ta'kidlab aytishlaricha, limonni oqilona, ya'ni aql bilan iste'mol qilish o'zini yaxshi his qilish va organizmning ko'plab tizimlari ishini yaxshilashga yordam beradi. Ichak ishini faollashtiradi. Moddalar almashinuvini me'yorga keltiradi. Ishtahani yaxshilaydi. Xolesterin darajasini pasaytiradi. Organizmni vitaminlar bilan to'yintiradi. Charchoq, holsizlik va befarqlikni bartaraf etadi. Shuningdek, shishlarni kamaytiradi. Organizmdan esa ortiqcha suyuqlikni chiqarib yuborishga yordam beradi. Limon yurak qon tomir tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. U ishemik insult xavfini kamaytiradi. Bu limon tarkibidagi askorbin kislota infarkt xavfini kamaytirishi bilan bog'liqdir. Limon tarkibida ko'p miqdorda uchraydigan limon kislotasi buyrakdagi mayda toshlarni eritish xususiyatiga ega deyishadi. Yumshoq peshob haydovchi ta'sir organizmdan cho'kintilarni olib tashlashga yordam beradi. Askorbin kislotasi, ya'ni C vitaminining yuqori miqdori limon sharbatini eng samarali antioksidantlardan biriga aylantiradi. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, ovqatlanishdan oldin limonli suv ichish oshqozon shirasi ishlab chiqarilishini va ichak peristaltikasini rag'batlantiradi. Limon sharbati gastrit va oshqozon yarasini keltirib chiqaradigan Helicobacter pylori bakteriyasiga qarshi kurashda boshqa vositalarning samaradorligini oshiradi deyishadi. Ammo oshqozon va 12 barmoqli ichakda muammosi bor odamlarga nordon limon sharbati berish aslo tavsiya qilinmaydi. Tarkibida askorbin kislota ko'p bo'lgani uchun limon sharbati temirning o'zlashtirilishini yaxshilaydi. C vitamini yetishmovchiligi immunitetning zaiflashishiga olib keladi. Shuning uchun limon virusli kasalliklar xavfini kamaytirishga yordam beradi deb hisoblashadi. Xalq tabobatida limonli choy shamollashning ilk belgilarida umumiy quvvat bag'ishlovchi vosita sifatida tavsiya etilishi bejiz emas. Hakimlarning ta'kidlashlaricha, limon yurak xastaliklarida yaxshi dori sanaladi. O'z vaqtida limon epidemiya paytida vabodan ham himoya qilishi mumkin deb hisoblashgan. Limonni qaysi kasalliklarda va qanday iste'mol qilishni shifokor belgilaydi, mutaxassis belgilaydi. Shuning uchun davo maqsadida limon iste'mol qilishdan oldin albatta mutaxassis bilan maslahatlashish kerak. Chunki har bir organizm o'ziga xosdir. Limon organizmda kollagen sintezini oshiradi. Bu esa navqironlikni saqlashga yordam beradi. Limon sharbati tirnoqlar mo'rtligini kamaytiradi. Kosmetologiyada limon sharbati kremlar, soch uchun balzamlar, losyonlar va niqoblarga ham qo'shiladi. Meva asosidagi parvarish vositalari terini yoshartiradi va uni vitaminlar bilan boyitadi. Xo'sh,
Foydali jihatlarini ko'p bilib oldik. Zararli jihatlari-chi? Foydali xususiyatlari ko'pligiga qaramay, shifokor bilan maslahatlashmasdan turib, jiddiy kasalliklarni davolash maqsadida mustaqil ravishda limondan foydalanmaslik kerak. Suyultirilmagan limon sharbati yoki limon bo'laklarini po'sti bilan iste'mol qilish yoqimsiz yoki hatto xavfli nojo'ya ta'sirlarni paydo qilishi hech gap emas. Limon sharbati oshqozon ichak traktida kislotani oshirishi mumkin. Yara, gastrit, oshqozon va 12 barmoqli ichak kasalliklari bilan og'rigan odamlar limonli suv yoki toza limon sharbatini ichmasliklari lozim. Limon tish emalini yumshatmaslik uchun limon sharbatidan keyin og'izni albatta chayib tashlash kerak. Limon sharbati yumshoq peshob haydash ta'siriga ega. Shuning uchun agar siz yetarlicha suyuqlik ichmasangiz, limon sharbatidan so'ng o'zingizni biroz yomon his qilishingiz, organizm esa suvsizlanishi mumkin. Limonni qanday tanlash kerak? Agar siz faqat limon mevasining o'zidan foydalanmoqchi bo'lsangiz, silliq yupqa po'stli mevalarni tanlang. Ular sersuvroq bo'ladi. G'adir-budir qalin po'stli mevalarda flavonoidlar va vitaminlar ko'proq mavjuddir. Limon po'stini uzoq vaqt saqlash uchun mum va boshqa moddalar bilan ishlov berishlari mumkin. Shu bois limonni iste'mol qilishdan oldin soda qo'shilgan issiq suv bilan yuvib tashlagan ma'qul. Limonni sovutgichda plastik idishda bir necha haftagacha saqlash mumkin. To'g'ralgan meva esa sovutgichda 5-7 kungacha saqlanadi. Mevalarni muzlatib qo'yib, bir necha oygacha saqlasa ham bo'ladi. Shunda ham C vitamini unchalik ko'p yo'qolmaydi. Limonni ko'plab taomlar, pishiriqlarga qo'shsa bo'ladi. Lekin vitaminlar saqlanishi uchun limon sharbatiga termik, ya'ni issiqlik bilan ishlov bermaslik kerak. Salomat bo'ling azizlar.